3-4 gündən beri ko'chaga chiqmayotgandim mana issiq bo'ladi deganiga. Kechasi hal qilayotgandim ishlarim. Bugun bir aylanib chiqdim akalar. Odamlar qorayib ketibdi shanasilar. Quyosh o'z tabiiy qora bilan haligi zagar olgan qorani farqi bo'ladi-yu, quyosh quvlab yurib uryapti ekan. Maka qorami deb yurib, ushlab yurib uryapti ekan o'zi ham. Shunaqa qorayib ketgan, birorta oq odam yo'q, bitta Sasha degan oshna, bitta sarara oshnam bor, Sasha deb hazillashardik. Hozir hali Miguel bo'lib qolgan ishansanglar. Inqun quv bo'lib qolgan. Qop-qora bo'lib, onasini emsirib. To'g'risi, eng qizig'i bu qorayganlar hammasi tanish chehralar haligi. Qishda qordan noligan basharalar hammasi. Qordan nolishib mana endi yozda quyoshdan yeb yurishibdi. To'lilar o'zi ham bir 68 gradusmikin bo'lyapti, bilmayman. Peshanelarga ventilyator baylab yurasizlarmi yo konditsioner yeb yorasizlarmi?